Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, ko'rsatuvimizning doimiy ekspertlari. Bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan davlat siyosati, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning jamiyat va davlat boshqaruvidagi rolini oshirishga qaratilgan islohotlar. Yurtimizda qonunlar yangilandi, ayollar uchun keng imkoniyatlar yaratildi, hayot tarzi o'zgardi, lekin amalda bu o'z isbotini qay tarzda topyapti? Bugun shu haqda ochiq gaplashamiz. Nozimaxon, o'zi mana gender tenglik haqida gaplashyapmiz. O'zi zamonaviy dunyoda insonning huquqlari, erkinliklari, erkaklar va ayollar uchun yaratilgan shart-sharoitlarni qay darajada yo'lga qo'yilganligi bilan bog'liq bu davlatning o'sha iqtisodiyotini rivojlanishida. Ustozimiz taklif qilganmiz, ko'rsatuvimizga marhamat, o'zingiz boshlab bering. Gender siyosatining shakllanishi, rivojlanishi Amerika Qo'shma Shtatlarida aynan 19-asrning oxiri, 20-asrda sabab nima bo'lgan? Butun yuk ayollar yelkasiga tushgan. Ya'ni hayvonchilik, fermer xo'jaligi, shaxtada ishlashga ham butun o'sha yerda keyin chiqishgan sindika, ya'ni profsoyuz harakati ko'chaga chiqib, biz o'zimizni haq-huquqimizni talab qilamiz. Ayol yukini talab qilamiz. Ayol birinchi navbatda u ona, bolani sog'lom tug'irishi kerak degan siyosatni o'rtaga tashlab, tenglik siyosati vujudga kelgan. E'tibor bering, birinchi o'sha sindika harakati 1921-yilda bo'lsa, faqat 48-yildagina qonun qabul qilindi. Necha yil davomida bu muhokamaga qo'yildi. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi munosabatlarda olimlar o'rtasida to'qnashuv bo'ldi. Yo'l berilmay kelaverdi. Aynan rollar birligini qanaqa qilib amalga oshirishimiz va ayol mehnatini real voqelikda rentabelligini hisobga olgan qaysi sohada ishlash kerak ayol degan tushuncha bilan vujudga keldi. Biz buni xalqqa to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Bu majburiyat emas, mas'uliyat emas. Bu o'sha davrning asosiy nuqtasi hisoblandi va 250 ta mamlakat sekin-sekin gender siyosati shaklini, mazmunini, ammo milliy qadriyat, milliy o'zlik, milliy an'ana, milliy tarix, milliy munosabat bilan shakllanish masalasi o'rtaga tashlandi. Shuning uchun ham davlatimiz bugun aynan ayollar ma'rifatini, bilmini, ilmini, intellektual kapitalini hisobga olgan holda jamiyatga o'zini fizika sohasida, matematika sohasida, ximiya, chunki e'tiborsiz qolingan edi. Yillar davomida fizik bo'ladimi, matematik bo'ladimi, aytishlik bo'ladimi, pragmatik bo'ladimi degan tushunchalar bilan shu tushunchalarni real voqelikka aylantirish uchun davlat strategiya qabul qildiki, demak, ayol va erkak tengligi bu jamiyat taraqqiyotining muvozanatini o'zgartirish uchun emas, muvozanatni taraqqiyotga olib kelish uchun. Bu siyosat uchun emas, jamiyat taraqqiyotining asosida ayol ona, tarbiyachi va u uyidan boshlanadi. Ota, tarbiyachi uyda. Keyin gender siyosatida ayol tengligi ko'rsatilmagan, ayol va erkak tengligi. Rahmat, ustoz, bitta roligimiz bor, hali bu mavzuda batafsil fikr mulohaza bildiramiz. Marhamat, rolikka navbatni beraylik. Gender tenglikni qaror toptirish, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratish, ularning davlat va jamiyat hayotida teng ishtirokini ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash yangi O'zbekiston siyosatining ustuvor yo'nalishlaridandir. Mamlakatimiz ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida muhim qarorlar qabul qilinishida xotin-qizlar ishtiroki tobora kengayib bormoqda. Xotin-qizlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, ular o'rtasida tadbirkorlik rivojlantirish bo'yicha salmoqli natijalarga erishilib, xotin-qizlar uchun imtiyozli kreditlar, maxsus kvotalar ajratildi. Magistraturada tahsil olayotgan qizlarning kontrakt to'lovlari to'liq davlat byudjetidan qoplab berilmoqda. Natijada hozirda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning yarmidan ko'pini xotin-qizlar tashkil etmoqda. O'zbekistonda gender tenglikni ta'minlash hamda xotin-qizlar huquqi va manfaatlarini himoya qilish, umuman inson qadrini ulug'lash borasida olib borilayotgan islohotlar xalqaro darajada
munosib e'tirof etilmoqda. Mamlakatimizda gender tenglik faoli milliy tanlovi o'tkazib kelinmoqda. Gender tenglik faoli Yangi O'zbekistonda jamiyatning yanada ma'naviy yuksalishi, inson huquqlarining qadrlanishi hamda tenglik tamoyilining qaror topishiga xizmat qiluvchi eng samarali tashabbuslardan biri. Gender tenglik faoli ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy, iqtisodiy tenglik maydonlarida men emas, bizga aylanib qadam tashlashga undaydi. Gender tenglik faoli jamiyat hayotiga yangi innovatsion g'oyalar, ezgu tashabbuslar olib kiruvchi safarbarlik tadbiri. Gender tenglik faoli mohiyatan eskirgan stereotiplardan voz kechish va umuminsoniy yakdillikni qo'llab-quvvatlashga hissa qo'shuvchi ilg'or tashabbus. Gender tenglik faoli Yangi O'zbekistonning gender tenglik siyosatini yanada yuqori bosqichga olib chiqishga xizmat qiluvchi ilg'or tashabbus. Yangi O'zbekiston inson qadri ulug'langan, imkonlar, imkoniyatlar makoni. Ushbu rolikda biz ayollarni erkaklar bilan birga teng huquqli ekanini ham anglashimiz mumkin. Feruza opa mana huquqshunos sifatida, ushbu sohada bir necha yil davomida faoliyat yuritgan mutaxassis sifatida bugungi kunda gender tenglikni imkoniyat deb baholaysizmi, himoya deb baholaysizmi yoki ayollarning hokimiyatda ishlashi deb baholaysizmi? Bu Yangi O'zbekistonda aynan xotin-qiz va erkaklarning huquqlarini tengligini ta'minlash davri deyish kerak. Chunki ham erkakka, ham ayolga konstitutsiyamizda yozilgan-ku, O'zbekiston barcha fuqarolar jinsidan, yoshidan, millatidan qat'iy nazar qonun oldida teng deyilgan. Ana shu teng imkoniyat ro'yobga chiqyapti. Bugungi kunda aynan ma'rifatli ayol, mana ustozimiz hozirgina aytganlaridek, nima uchun buncha e'tibor qaratilyapti? Chunki ta'lim olsa ayol, o'sha Abdulla Avloniy, Abdurrauf Fitratli o'sha davrda aytgandi, onasining o'zi sochiga taroq tegmagan ayolga bola tarbiyasini ishonasizmi degandi. Ular juda istagandi ayollarimiz ma'rifatli bo'lishni. Bugun mana 250 minglab nafar xotin-qizlarimizni oliy ta'limga qamrab olyapmiz. Nima sababdan? Mana yuqorida Ilhom aka aytdiki, bugun jamiyatda mana shu gender tenglikni qay darajada qabul qilyapti jamiyat deyaptilar. Demak, bu savolga javob beradigan bo'lsak, bizni ko'rib turgan barcha xalqimizga murojaat qilib aytamizki, bu gender tenglik degani ustozimiz aytganlaridek huquqiy qadriyat bor, milliy qadriyat bor. Men onaman, men buviman, men aytyapti, chevaram bor deyapti. Men buviman. Buni his etgan odam qanchalik rahbar bo'lsa ham oilani bir qo'lda ushlaydi. Chunki oila jamiyatning asosiy bo'g'ini. Oilada ayol ma'rifatli bo'ldimi, erga juda chiroyli munosabat bo'ladi. Otasini hurmatini ko'rib o'sgan farzandlar shunday o'rnak oladi. Bunda oilada hech qachon men ayol, men erkak, sen uni buni qil demaydi. Birgalashib bitta oila bo'ladi. Bu yaratilgan imkoniyat, bu berilgan huquqni suiiste'mol qilmasliklarini istagan bo'lardim. Ayollarimiz qanchalik buni suiiste'mol qilsa, boshqani huquqi cheklanadi. Huquq cheklandiganda bir bola otasiz o'sadi. Bir bolaning ko'ngli kam bo'ladi. Qo'limdan hammasi keladi. Eng zo'r xususiy bog'chaga beraman deydi. Lekin unutmang, pul davlat bilan oilani saqlab bo'lmaydi. Bu oilada o'sha davlatimiz rahbari aytganlar-ku, jamiyatning qoni tomiri ma'naviyat. Mana yuksak ayol bo'lsa, gender tenglikda suiiste'mol qilmaydi. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Qarang, ekranda e'tibor berdinglar. Men emas, biz 35 yil davomida mana shu seminar trening olib boraman. Gender sohasida. Aynan shu mavzuda, ya'ni oilada men yo'q, bizga aylanadi. Nima degani biz gender siyosatida? Demak, oiladagi ijtimoiy holat, tinchlik, xotirjamlik, bir-birini tushunish, bir-birini anglash, bir-biriga yordam berish. Kechirasiz. Masalan, men salaman qabul qilmayman shaxsan. Turmush o'rtog'imga kartoshka tozalab bering, qabul qilmayman. Yo piyoz tozalab qabul qilmayman. Chunki piyoz, kartoshka tozalash bilan turmush o'rtog'ingizni haligi nima deydi, o'zini ichki holatiga, uni aqli bilan, fikri bilan sizga hurmat, ehtiromi bilan jamiyat platna ishdan charchab keldingiz. Keling birgalikda. Shuning genderdagi stereotiplar bor. Muhtaram prezidentimiz nima dedilar? Gender siyosatini qabul qilganda, birinchi navbatda biz gender stereotiplarga qarshi kurashimiz. Ammo gender stereotipni oldini oladigan o'qimishli, ma'rifatli, aqlli, fikrli, men o'zbek millatining onasiman. Uvaysiyning, Nodira begimning, Zulfiya xonimning, Hadicha onamizning, Fatima onamizning davomchisiman. Nimaga bu aytayapman? O'zbek xalqidagi o'sha gender tenglik tushuncha qarshi qo'ldan chiqadi degani, erkak erkakligicha qolsin, ayol ayol.
chegaraga borib kalashni ko'tara olmaymiz. U erkakning ishi. Chegaraga borib tankda tog'dan tog' uni qila olmaymiz. Uni tan olish kerak, tan berish kerak. O'sha chegarachi ekanligini tan olib, uyga kelganda charchab keldingiz. Men borman oldingizdaman. Deylik, men har doim shu siyosatda qolganman, qolaman. Chunki men 92-yilda men gender asoslari kitobini yozganman. Senat, kabinetda senat. Uyga keldimi, oddiy ona. Deputat manaman. Deputatligimni qilaman. Ishi joyida. Olima o'zini shijoatini, rahbar, vazir. Ammo uyga keldimi, oilasini vaziri, bolalarini vaziri. Jamiyat taraqqiyotidagi ertangi millatni yo'q bo'lib kelmaslik vazir hisoblanadi. Oilada o'yinga aylanish kerak-da. Bitta savol tug'ilyapti Aynan, menda. Jamila aynan. opa, stereotiplar haqida gapirdingiz. Albatta, Mana albatta. shu shakllangan stereotiplarni Da. yo'q qilishda, ularni sindirishda birinchi o'rinda nima turadi deb o'ylaysiz? Ilm. Ta'limmi? Ilm, Ommaviy axborot ma'rifat. vositalari-chi? Yo'q, qarang. Ilm, ma'rifat, qarang. Ommaviy axborot vositalari va bizni meros. O'tgan buvilarimizni, bobolarimizni va men nima uchun bobolarimiz, bibilarimiz bizga o'rgatganda unday bo'ling, bunday bo'lib o'rgatmagan. Men Ibrat bo'lgan, ibrat. O'zi bajarib. Onamni onalari aytardilar. Darvozadan ertaga, kichkina qizcha 5, 6, 7 yoshimda edim. Turmush o'rtog'imda opam turmushga chiqyaptilar, ularga assalomu alaykum. Bu yaxshi-ku. Buni gender tengligi zarari yo'q-ku. Yo zarari bormi? Yo ketayotganda oy borib omon keling dadasi. Bu yaxshi-ku. Nega? Men Birlashgan Millatlar Tashkilotining koordinatori bo'lib, 30 dan ortiq mamlakatda gender tengligi bo'yicha solishtirganimda Germaniyaga, Shotlandiya, Irlandiya, Fransiya, Belgiyaga borganimda qanday ayolga uylanish xohlardingiz desam, bilasizmi nima dedi? Sharq ayolini ma'rifatiga ega bo'lgan sizdaqalarga. Nimaga desam, shu ofisga kelib kofe damlab yurdingiz deydi. Shunaqa kofeni olib kelib berganda qo'lingizni mana bu yerga qo'yasiz deydi. Ko'ksingizni mana bu yerga qo'yasiz deydi. Bizlar uchun bu ekzotika bo'ldi. Shunday maqtaga ega bo'la turib, shunday maqtaga ega bo'la. Mana qarang, Aynan. Germaniya dedingiz. Germaniyada homilador ayol masalan, qo'lida ikkita setka ko'tarib ketayotsa, borib yordam bermoqchi bo'lsangiz, u sizni sudga bermoqchi bo'lar ekan. Chunki meni teng ko'rmayapti, meni huquqimni past ko'ryapti, poymol qilyapti degan ma'noda fikringizni davom ettirasiz. Marhamat aka. Tashqi tomondan qaraganda hozirgi endi tenglik desa, ko'pchilik ko'chada yoki boshqa joylarda, ayniqsa biz erkaklarda yo'q, endi tenglik bizga to'g'ri kelmaydi degan fikrlar. Boshqacha talqin qilishadi. Ha, buni sababi bizning sharqona urf-odatlar, to'g'ri, lekin asli gender tenglik bu tashqi tomondan qaraganda, masalan, erkak ishdan kelgandan keyin kartochka tozalab berish emas, shunaqa tushunyapmiz-da. Yoki Mana unaqa oilada tushunmayapmiz. Mana ekspertlarimiz Lekin Ilhom aka, ba'zilar bor, ana shunday qabul qilishadi. To'g'ri, bunaqa qabul qilayotganlar ham bor. Marhamat, Meni fikringizni davom ettiring. fikrimcha, u botiniy ma'noda huquqlar tengligi. Kim qanaqa imkoniyatga ega, masalan, oilada men yaxshi ovqat qila olmayman. Bu degani turmush o'rtog'imga nisbatan gender tenglik buzdim degani emas-ku, to'g'rimi? Mana Lekin- ustozimiz yaxshi gapni aytdi. Mana chegaraga borib biz dedi, erkak bajarayotgan ishni bajara olmaymiz. Bajara olmaymiz. Kelgandan keyin qabul qilish, uni ruhan qo'llab-quvvatlash. O'zi tarixdan ham mana bobomiz Temur ham Bibi xonim bilan maslahatlashganda. To'g'rimi? Mana hurmatli chegaralari Qarang, belgilari. Bibi xonimning bitta Marhamat. nimalari bor. Hozirgi gender tengligiga siyosatiga aynan davlat siyosati mahoratida juda katta misol. Afg'oniston Eron o'rtasida urushda hamma narsani yo'qotadilar. Bir parishon bo'lib maktub yuboradilar. Qarang, Bibi xonimni aqlini o'qimishli bo'lgani uchun demak, gender tengligida ayolning ma'rifati, o'qimishli, ilmli bo'lishi jamiyat taraqqiyotida tengligida, huquqida imkoniyat yaratib berar ekan. Balansa. Sizning siyosatingiz ham tugadimi deb yozadilar. Ana shu siyosat bilan bitta jumla bilan Yevropaga bordilar. Demak, oiladan boshlanadi bu xalq, Va vatan, men millat. unga to'sqinlik qilishga haqli emasman Endi deydilar, ustoz to'g'rimi? ko'rsatuvgacha bitta gapni Aynan. aytdim-da, mana Albatta. oila bilan bog'liq, oila mustahkam qo'rg'on bo'lishi kerak. U yerda Albatta. o'g'il qizlarni tarbiya qilamiz, juda ham o'tkir, bilimli, ma'rifatli bo'lishi kerak. Buning uchun ota-ona shunga munosib bo'lishi kerak. Chunki turmush qurgandan keyin muammolar chiqib keladi. Hayotda pasti balandi bor, Albatta. yo'qchilik bo'ladi, Birinchi borchilik 5 yillik, bo'ladi. ikkinchi 5 yillik, Hammasiga uchinchi chidashimiz 5 kerak. Lekin men yana bir Albatta. qo'shimcha qilmoqchiman. Siz Albatta. baribir avvaldan bashorat qila olmaysiz kimga turmushga chiqishingizni yoki kimga uylanishingizni. Bilasizmi, Lekin shu oila savolingizga bitta gapim bor. qurganingizdan Bilasizmi so'ng nima? bir-biriga ko'mak bo'lib, bir-biriga o'xshab, Bu savolingizga men fikrimni aytayin. marhamat. Mana
ayollar nimaga rahbar bo'lsa yoki bir sohani mahkam ushlasa kuchayib ketadi, mendan o'tib ketadi degan tashvish bor. O'g'il bolalar ham, yigitlar ham shunga munosib bo'lishi kerak. To'g'ri. O'qimishli bo'lishi kerak. Ularda O'zini ham yo'lini, stimul jamiyatda bo'ladi, to'g'ri. hurmatini topgan Va bo'lishi ular kerak. harakat qila Mana boshlaydi. Demakki, ikkita jins haqida gaplashyapmizmi? Demak, imkoniyatlar, vakolatlar hammasi teng berilyapti. Demak, biz farzandlarimiz ta'lim tarbiyasiga e'tibor qilishimiz. Mana gap qayerda? Shuning uchun gender tenglik siyosatidagi mexanizm, indikator yordam beryapti hozir. Demak, ba'zi o'qimaganlar yo'q, men o'qishim shart. Talpinadi. Juftiga Talpinyapti, qarab, to'g'ri. intilyapti. Endi qarang ustoz, mana bu yerda gap nima Da. haqida? Gender tenglik haqidagi bilimni yetishmasligi bu muammoni yuzaga chiqarib qo'yyapti-da. Mana bu kishi ham mana boya ko'rsatuvgacha yaxshi fikrlarni aytdi. Hayotda mana men ham, xo'jayinim ham rahbar bo'lgan dedi-da. Lekin Albatta. 40 yildan oshiq yashadik dedi. Marhamat. Avvalambor oila bu muqaddas dargoh. Mana shu dargohda demak kelin kuyov o'z munosabatlarini boshlaydi. Boshlagan paytda maqsadlar ulug' bo'lishi kerak, buyuk bo'lishi kerak. Buning uchun albatta oiladagi oila bekasi demak ilmli, bilimli bo'lsa, bu albatta farzandlar tarbiyasiga ta'sir qiladi. Farzandlaringiz ilmli bo'lganini siz ulg'aygan paytda ko'rasiz va undan faxrlanasiz. Lekin mana shunday farzandni tarbiyalash uchun oiladagi ona ilmli, bilimli bo'lishi kerak. Har qanaqangi vaziyatda ham demak oila boshlig'i erkakni hurmat qilish uchun ham bilim, ilm va munosabatlar va chiroyli gaplarni ham bilish kerak. Ayol kishi o'ziga ham qarash kerak. Bugungi kunda masalan xotin qizlarni rivojlantirish, salohiyatni rivojlantirish markazlari faoliyat yurityapti. Bu yerda asosiy maqsad demak biz ayollarimizni o'zini ustida ishlashga o'rgatishimiz kerak. Qolaversa erkaklarimiz ham mana vaqt o'tib tushunib yetishyapti. Juda ko'p erkaklarimiz agar shu fikrni tushunmagan bo'lsa, bugun demak nimaga bolam bunaqa bo'lib qoldi deganda yoki kompyuter o'yinlariga berilib qanaqadir noto'g'ri ishlar qilib qo'yishyapti bolalar. Agar ana shu ayol ingliz tilini bilganda, kompyuterni tushunganida, zamonaviy dunyoqarashlari, bilimlari bo'lganida, demak farzandini nafaqat ovqat berib, uni ust kiyimiga qarab, uydagi uy bekaligini qilib, balkim unga qo'shimcha bilimlar ham bergan bo'lardi. Masalan, men o'zim hayotimdan gapirsam 80-yillarda injener mexanik bo'lishni orzu qildim va injener mexanik bo'lishga erishdim. O'sha Bu paytda ayollar kam edi mana bu sohada. Jamiyatda qanaqa aytmoqchiman? Demak, o'sha paytda o'zbek ayoli sifatida men injener bo'lishni orzu qildim va birinchilardan o'qishga kirib, ana shu auditoriyaga kirgan paytimda men auditoriyada faqat o'g'il bolalarni ko'rdim va birin-ketin 3 tagina qiz kirib keldi va biz 100 tadan oshiq o'g'il bolalar va 3 tagina qiz bilim oldik. Va shu auditoriyada biz masalan men o'zim eng yaxshi ilg'or talaba bo'la oldim va qolgan talabalarga demak kerak bo'lgan bilimni berdik. Endi bu yerda ham erkaklar agar ayol kishi o'zini ilmini, bilimini ko'rsatsa, nima qiladi? Hurmat qiladi. Katta rahmat, fikringizni davom ettirasiz. Mana o'zi gender tenglik haqida gaplashyapmiz. Erkaklarga ham so'z beraylik. Aslida gender tengligi yuqorida ham mana o'z so'zda ta'kidlagandek, feminizm bilan adashtirmaslik kerak. Ba'zan feminizmga burib yuborishadi, faqat ayolning huquqlarini himoya qilish kerak, bu yerda faqat ayolning huquqlari bor. Yo'q. Bu ikki tomon uchun ham teng imkoniyatlar yaratish. Ya'ni tenglikni ta'minlash haqida ketmayapti bu yerda gap, tushunib olish kerak. Qonunda ham yozgan edik, 562-sonli qonunda ham. Unda aynan teng imkoniyatlar yaratish haqida gap ketadi. Endi imkoniyat bo'lgandan keyin undan foydalanmaslik tomonlarning o'zining huquqi. Bu degani kelib turib mana buni qilishingiz kerak, menga yordam berishingiz kerak emas. Yo'q, mana qaysi sohada gender tengligi shart? Bola tarbiyasida kerak. Bolani tarbiyalash faqat onaning ishi emas, gardanidagi ish emas. Mana boya o'zingizlar ham stereotip ishlatyapsizlar. Kuchli erkakni orqasida ayol turadi. Nimaga yonida turmaydi? Nega yonida turmasligi kerak? Nega oldida turmasligi kerak? O'sha savol ham bor-da. Orqasi doimiy biz ustanovka beryapmiz, sen orqadasan, ikkinchi plandasan. Shuning uchun sen jamiyatda oldinga ko'rinmasliging kerak degan narsani o'zimiz bilib bilmasdan ong ostiga singdiramiz. Keyin ertaga stereotip qayerda deymiz. Mana stereotip mana shu yerda oddiy joydan qidirsak bo'ladi. Bundan tashqari mana o'zi jamiyatda butun sohalarda gender tengligini ta'minlashimiz kerak deyapmiz. Endi savol tug'iladi. Qaysi sohalarda va kimni qiziqishi nimaga ko'proq bog'liq? Demak, u qiziqmasa, bu soha yoki texnik soha, uni ishi bo'lmasa, mana men oldingi ma'ruzachi aytganidek, uniki bo'lmasa nima qilish kerak faqat yana? Bu haqida bilimga ega bo'lish kerak-da. Avvalo oila qurayotganlar har bir kishi bu bilimga ega bo'lishi kerak. Marhamat. Yo'q, to'g'ri, oila qurayotgan paytda ikki tomon bir-birini nikoh tomonlarining teng huquqliligi va roziligi asoslanadi. Ikkala tomon ham tarozining pallasida teng turishi kerak. Lekin bu yerda rollar taqsimoti bor. Aynan.
mana shu rollar taqsimotini buzish kelgusida boshqa narsalarga olib kelishi mumkin. ya'ni Biz- suiiste'mol qilish Ha, aytganlaridagi. bu degani sen hamma narsani maydalashtiradigan bo'lsa, unday bo'lmaydi. Mana bizda tadqiqotlar o'tkazganmiz. Agar ruxsat Marhamat, bersanglar, men marhamat. qarab aytsam. Mana raqamli texnologiya bo'yicha hozir ayollarni gender strategiyasi bo'yicha yoki O'zbekiston 2030 da ham aynan shu har yili 100 mingtadan ayolni raqamli savodxonligini oshiramiz, faol foydalanamiz. 5 yil ichida 500 ming deyapmiz-ku. Xo'p, endi ulardan so'rovnoma o'tkazdik o'tgan yili. Nimaga siz IT sohasida kam faoliyat yuritasiz? Nimaga kirib borishingiz qiyin? Qanday to'siqlar bor deganimizda respondentlarni 35-6% uy ro'zg'or majburiyatlarini ko'pligi degan. Ikkinchi tomondan esa moliyaviy cheklovlar degan 20% respondent. Qolgan 15% ga yaqini motivatsiya va o'zimga bo'lgan ishonchning pastligi degan bo'lsa, 13.1% stereotiplar va jamiyatda ijtimoiy bosim yuqori degan. Ma'lumot uchun bu Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti tomonidan o'tkazilgan. 25-yilda aynan xotin-qizlarning raqamli texnologiyadan foydalanishdagi to'siqlar ijtimoiy-iqtisodiy deganda, ya'ni bu jamiyatda mana shu soha faqatgina erkaklarniki, mana bu soha faqatgina ayollarniki degani emas. Kim qaysi sohani xohlasa, kim qaysi sohada o'zini imkoniyatini namoyon etish xohlasa, foydalanish kerak degani. Oilada ham farzand tarbiyalash faqat onaning ishi, oilani ro'zg'or bilan ta'minlash, pul bilan ta'minlash erkakning ishi degan narsa emas. Katta rahmat. Mana hozir oilaga ko'chdi mavzuyimiz, chunki oilada har xil tushunmovchiliklar bo'ladi-da. Bizda bitta rolik bor, shuni ko'raylik, keyin fikrimizni davom ettiramiz. Marhamat. Gender tengligi haqida gapirsangiz, patriarxal jamiyatning vakillari bir fikrni aytishadi. Oilada erkak va ayolning vazifasi o'zgarib ketadi va bu oilaviy munosabatlarni buzadi. Nima deb o'ylaysiz? Oilada gender tengligi qanday ishlaydi? Nima maqsad ko'p? Xullas, bugundan e'tiboran gender tenglik qilamiz. Gender tenglik? Ha. Gender tenglik nima u? Xullas, men nima qilishim kerak? Maqsad ko'p, havongni och. Maqsadim shu. Bir kun siz idish yuvasiz, bir kun men yuvaman. Bir kun siz kir yuvasiz, bir kun men yuvaman. Bir kun Mazami? siz supurasiz, bir kun men supuraman. Tushundingizmi? Hammasini teng qilamiz. Bir kun siz borib qaynonani xizmatini qilasiz, bir kun men borib xizmatini qilaman. Bo'lmasa, men charchab ketyapman. Tushundingizmi? Har tomonlama teng. Huquqiy nuqtai nazardan hamma teng hisoblanadi. Ayol, erkak farqi yo'q uni jinsida. Qonunan teng bo'la oladi, lekin islomiyat tarafdan erkak har doim bir pog'ona ustun bo'lishi kerak. Ayollar erkaklarga nisbatan pastroq pog'onada yuradi. Ayol kishi har doim bir qadam orqada bo'lishi kerak. Ayol va erkak jamiyatda teng bo'la oladi. Masalan, ishxonada yoki boshqa joylarda, lekin oilada emas. Mana shu rolikka munosabat bildirsak, chunki oilada ko'p mana shunaqa tushunmovchiliklar bo'ladi-da. Marhamat. Oilamdan gapirishim mumkin. Biz umr yo'ldoshim bilan texnika fanlari doktori professor bo'lganmiz. Ikkalamiz ham ikkita katta oliy ta'lim muassasasining rahbari bo'lib ishlaganmiz. Lekin har doim uyga kelgan paytimizda o'sha lavozimlar, o'sha bilim hammasi demak o'zini joyida. Uyda siz oddiy uy bekasisiz. Farzandlar tarbiyasi, uydagi muhit va otaga bo'lgan hurmatni albatta ayol mana shunday barpo qiladiki, mana shu oilada juda ham chiroyli muhit bo'ladi. Bugungi kundagi mana shu siyosatni ham to'g'ri olib borishni biz tushuntirishimiz kerak. Har qanaqangi vaziyatda ham kim bo'lsak ham biz demak oila bekasimiz va onamiz. Onalar to'g'ri tarbiya bersa, ana shu muhitni qizlar ko'radi. Ana shu muhitni o'g'il bolalar ko'radi. U ham vaqti kelib ana shunday onasiga o'xshagan qiz bo'ladi. Marhamat. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Otaga bo'lgan hurmatni ona shakllantiradi, ayolga bo'lgan hurmatni ota shakllantiradi. Qiz bolaning umridagi birinchi erkak otasi. Otasi unga baqiradigan bo'lsa, otasi unga e'tibor bermasa, o'sha bo'shliqni boshqa birov to'ldiradi. Uni qachondir payqaydi, 15 yosh, 18 yosh, 20 yoshda keyin qayerda xato edi degan fikrlar, o'ylovlar boshlanadi. Shuning uchun mazkur jarayonda ota ham ayniqsa qiz farzand tarbiyalayotganda u uni mas'uliyatni zimmasiga olishi kerak. U bilan o'ynaydimi? Uni tarbiyasi bilan shug'ullanadimi? Xotiniga qanday munosabatda? O'zaro hurmat bormi oilada yoki bir-birini hurmat qilmasdan baqir-chaqir, to'polonmi? Mana shu hurmat muhiti bo'ladigan bo'lsa, biz o'tkazgan tadqiqotda ham o'z umuman prezidentimiz farmonlarida ham 1938 da ko'rgan bo'lsanglar, o'zaro hurmat muhitini shakllantirish kerak deyilgan. Bu teng ekan deb turib tortish emas. Bu rolikka munosabatingiz qanday? Men rolikka munosabatim yana qayerda? Ayollarni
o'zlaridan so'rasanglar ham aytyaptiki baribir teng bo'la olmaydi. Bu degan rol talashish emas. Imkoniyat berilsin, zo'ravonlik qilmasin, kamsitilmasin, soching uzun aqli kalta deyilmasin, sen hech nimani tushunmaysan deyilmasin, maslahatlashib ish qilinsin. Lekin so'nggi qarorni qabul qilayotgan paytida boshqaruvchilikni oxirgi xulosani baribir erkak kishi qo'yishi kerak va bu qarorni qabul qilishda ayolning o'rni ham bo'lishi kerak. Katta rahmat. Mana nimaga mana shu ekspertlarni taklif qilib mana shunday ko'rsatuvlar tashkil qilganimizda maqsadi ham o'zi asl mohiyatini ochib berishda mavzuni. Ayol kishining baxti oilasida. Chunki oila erkak bilan ayolni o'zaro hamkorligiga, o'zaro bir-birini tushunishiga asoslangan hamjihat bo'lishi kerak. Masalan, o'zimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, mana shu studiyada ishtirok etayotgan ayollarning har birini oilasida tinchlik bo'lgani uchun, turmush o'rtog'i ularni qo'llab-quvvatlagani uchunki, mana shunday lavozimga, mana shunday holatga yetib kelishganda. Bu mening shaxsiy fikrim, chunki uyda ayol kishini qo'llab turadigan turmush o'rtog'i yoki oila a'zolari, o'sha ota-onasi, qaynona qaynotasi qo'llab turmasa, bu ayol hech qachon ko'karmaydi. Chunki unda boya aytganday ruhan cho'kish bo'ladi. Chunki u odamlarga qarab, yonidagi ayollarga qarab o'zini taqqoslaydi. Chunki agar ayol kishini qo'llab quvvatlab turadigan, unga ruhan qo'llaydigan turmush o'rtog'i ayniqsa tushunib uni oldinga surmasa, bu ayol kishida o'sish bo'lmaydi. O'zi namuna bo'lish kerak. Statistik ma'lumotlarda eshitdik, to'g'rimi? Umr yo'ldoshi qo'llab-quvvatlamasa, uni o'sha hayotda o'zini o'rnini topishga bir yordam bermasa, u ayol kishi baribir ojiza. Ilhom aka, mana bo'lish kerak. shu fikringizga o'zim ayol bo'lsa ham shu fikrni aytishga majburman. Tan olishimiz kerak, jamiyatda shunday ayollar uchraydiki, ular iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'la boshlagach, turmush o'rtog'iga bo'ysunmay qo'yadi. Bu psixologiyada isbotlangan narsa. Ya'ni uning ovozi bir pog'ona balandroq chiqishni boshlaydi. Bu nimadan kelib chiqadi? Aynan menimcha shu yoshlikdagi tarbiyadanmi yoki mentalitetimizdanmi, nimadan kelib chiqadi? Agar ma'naviy boy bo'lgan ayol moddiylikni birinchi qo'ymaydi. Chunki oilaga keladi bu narsa. Demak, fundament uni yoshligida bo'lishi kerak. Birinchidan, ikkinchidan, qarang, rollar birligi deyapmiz. Ota u, oilani jasorati, matonati, qo'riqchisi u. Oila mani tushunchapda yangi zavod. Sifat va samaradorlik bo'lishi uchun zavodda ikkita odam bir-birini tushunishi kerakmi? Oila men uchun bitta yangi fabrika. Oila men uchun universitet. Universitet uchun aqlli, fikrli professorlar bo'lish kerakmi? Oila men uchun akademiya. Erkak seni otang, erkak seni akang, erkak seni turmush o'rtog'ing. Ertaga men uni tengligini shakllantirganda hurmat, ehtirom, oilaning ijtimoiy bazasi, makoni, ma'naviy qudrati deb qabul qildirsak, bunaqa javoblar bo'lmaydi. Katta rahmat. Mana Shoiraxon bejizga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi etib belgilanmadi-da ayollarga bo'lgan munosabat. Mana hattoki o'sha kontrakt to'lov shartnomalarini ham pullari to'lab berildi magistraturada, to'g'rimi? Imtiyozlar berilyapti. Bir joyda 5 yil ishlagan mutaxassisga diplom olish imkoniyati berilyapti. Buni tagida juda katta bir ma'naviy maqsadlar yotibdi-da. Siz yaxshi fikrda aytdingiz. Ma'naviy yuksak inson moddiyatni birinchi o'ringa qo'ymaydi. Hech qachon. Marhamat. Jamila opamga gaplarga qo'shilaman. Albatta oila qurishda birinchi o'rinda o'zaro hurmat va muhabbat bu juda ham bir katta ahamiyat kasb etadi. Agar men o'zimni misolda aytadigan bo'lsam, meni oilam bu harbiylar oilasi. Men ham turmush o'rtog'im ham bir 30 yilga yaqin shu huquq tartibot idoralari tizimida faoliyat olib borganmiz. Dastlab 95-yil men xizmatga kirganimda, men turmushga chiqqandim, 2 nafar farzandim bor edi. Turmush o'rtog'im meni qiziqishlarimni, o'sha kasbiy egallashim mumkinligini, qobiliyatim borligi hammasini hisobga olganlar va o'zlari ruxsat berib, shu birinchi qadamni Mudofaa vazirligida harbiy xizmatdan boshlaganmiz. Men ham turmush o'rtog'im ham. Agarki men o'sha mexanik, radiotelefonik serjant lavozimidan shu xizmatni boshlagan bo'lsam, shu yillar davomida shu turmush o'rtog'im meni to'g'ri tushunganliklari, qo'llab-quvvatlaganliklari uchun jinoyat qidiruv bo'limida ichki ishlar bo'lim boshlig'i, batalyon komandiri, shu podpolkovnik lavozimigacha yetib borishimda turmush o'rtog'imning rollari katta. Xizmatda endi jinoyat qidiruv bo'limida ishlaganingizda shunaqa holatlar bo'ladi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bir jinoyatni issiq izidan fosh etishda siz oilada siz bo'lmay qolishingiz mumkin. Mana shu joyda turmush o'rtog'im meni doim qo'llab-quvvatlaganlar. O'shada hech qachon mana shu 35 yil turmush davomida
kech kelding buni qilding qilmading degan gap bo'lmagan. Demak, o'zaro tushunish kerak-da bir-birimizni to'ldirganmiz, doimo to'ldirganmiz, tushunganmiz, qo'llab-quvvatlaganmiz. Demak, shu oilada o'zaro hurmat bo'lsa, ilm bo'lsa, muhabbat bo'ladigan bo'lsa, bunaqa oilada parokanda bo'lmaydi. Rahmat. Ayollarning erkaklarga xos lavozimda sohalarda ishlashga qarshi emas, sababi ayollar ko'ngilchan bo'ladi, ular emotsiyalarga berilgan holda to'g'ri qaror chiqara olmaydi deyshadi. Mana siz jinoyat qidiruv bo'limida ishlagan ekansiz. Jinoyatlarni fosh qilishda biz ayollar bilamizki, ko'nglimizga quloq solamiz. Ya'ni ko'ngilga quloq solsang, to'g'ri bo'ladi deb buvilarimiz o'rgatishgan. Ko'nglingizga quloq solib, balki bir qancha katta jinoyatlarni ham oshkor qilgandirsiz. Rahbarlik lavozimida siz birinchidan o'tirgan lavozimingizni lavozim yo'riqnomasidan kelib chiqasiz. Shu lavozimda o'tirganingizda siz nimalarni bajarishingiz kerak, to'g'ri bo'ladi. Masalan, men huquq tartibot idorada ishlaganim uchun men birinchi o'rinda shu davlat manfaati, insonlarning huquqini poymol qilmagan holatda shu jinoyatlarni fosh etishda ishtirok etganman. Lekin rahbarlik lavozimida ayollarga ishlashi noto'g'ri deganiga mutlaqo qarshiman. Chunki men ishlagan tizimda meni rahbarligim ostida yigitlar, erkaklar xizmat qilgan. Mana hozirgi kungacha ular shu darajada hurmat qilishadi, qayerda bo'lmasa ham. Ayollar erkaklarga qaraganda desak noto'g'ri bo'lar, lekin ziyrakligi bor-da, nihoyatda kuzatuvchanligi bor. Marhamat. Fahmi farosati bo'ladi. Marhamat. Onaligi bor. Mana hozir rolikda ko'rdik, yana bitta o'sha holat. Gender tenglik o'zi nima degan savolga turlicha qarashlar bor. Buni tashqi tomondan qarashda, ichki tomondan qaraganda ko'pchilik, masalan, men qarshiman deb fikr bildirayotganlar ham go'yoki o'ylayotgan holat shunaqaki, endi ayollar barcha sohada erkaklardan ustun bo'larmish. Unaqa emas-ku. Gender tenglik demak ham ayol ham erkak tenglik masalasi. O'zi gender tenglik 100 yillar atrofida paydo bo'lgan tushuncha. Jahon bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Islandiyada ekan, u ham hali to'liq holatda 80% atrofida. 90% atrofida. Endi bizga yaqinda kirib kelgan bu tushuncha, masalan, 10 yillar atrof bo'ldi shekilli. Avval erkak va ayollar tengligi masalasi ko'tarilardi. Hozir mana ayol ekspertlar aytayapti, oilada erkak ayolini qo'llab-quvvatlasa, yo'nalish bersagina biz mana bugungi bosqichga darajaga erishdik deyapti-da. Siz mana oilada misol keltiring. Oilada erkak uchun ham oilada ayolni qo'llab-quvvatlovi kerak bo'ladi. Kerak. Buni ham aytishimiz kerak, to'g'ri. Lekin hozir biz mana rolikda ko'rdik, erkakning qo'llab-quvvatlovi deb ba'zi bir ilmsiz ayollar aynan kartoshka piyozni artib berishi, kirni yuvishi yoki o'sha boshqa ro'zg'or fikirlarga ahamiyat qarashyapti. Lekin men ayol sifatida aytamanki, birinchi navbatda ruhiy ko'mak, ruhiy dalda kerak biz ayollarga. Men hozir aynan shu fikrim chala qolib ketdi. Aynan o'sha kartoshka yordam berishi nazarda tutilmayapti u yoqda. Unga ruhiy, ma'naviy, umuman aytaylik oilaviy bir jiddiy masalalarni hal qilishda ayol erkak baribir ota-ona teng turib hal qilish kerak. Vazifasini gap shu haqda boryapti asosan. Mohiyat shunda. Marhamat. Ayollar haqida gapiradigan bo'lsak, endi ko'p pul topdi yoki lavozimi oshdi degan paytida mana shu haqida gapiring. Mana shu haqida gapirganda ba'zi bir holatlarda endi xotin-qizlar bo'limida ishlayman. Bizda shunaqa ko'p murojaatlar bo'ladi, ajrim masalasida kelib qoladi-da. Ha desa o'sha ayoli kattaroq ishga o'tgan yoki ko'proq pul topishga o'tganda erini mensimay qo'ygan holatlari bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda erkak kishi ham o'zini menligini ko'rsatish uchun yoki janjal qiladi, yo boshqa oila qurishga harakat qiladi. O'zini menligini ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin bu ham bilasizmi, ongli ravishda emas, ba'zida instinktiv ravishda ham bo'ladi-da. Mana shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, bu juda ham individual ishlanish kerak bo'ladigan masala, chunki hayotda hamma narsa silliq ketmaydi. Ayol bilan erkak bir-birini tushunish kerak deb ko'p gapiramiz, lekin har bir oila bilan individual ishlab, uni holatini o'rganib chiqmaguncha unga yechim topish juda ham qiyin-da. Qarang, ayollar bilan erkaklar o'rtasida mana gender tenglik deyapmiz. Qaysi nuqtalarda muammolar uchrayapti? Necha yildan men shu gender siyosati bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, bitta qarorga keldim. Biz sen bu emas, jamiyatda a'zosiman. Shu O'zbekistonning yuragiman. Shu vatanni, millatni qalbiman degan joyda konflikt to'g'ri kelmaydi. Ego degan tushuncha bor. Patanatomiyada qarang, ayol instinkti bor, erkak instinkti bor. Baribir farq qiladi bular ongida, miya va miyachada har xil tushunchalar shakllana boshlanadi. Shu uchun bu yerda gender tengligi deganda meni tushunchamda noto'g'ri tushuntirish oqibati, noprofessional
oqibatida ba'zi odamlarni dunyoqarashida ayollar bizani ustimizdan hukmronlik qilyaptimi ayollar bitta narsani aytishni xohlar edim erkaklarimizga biz hech qachon hukmronlikni qo'lga olmaymiz bizni vazifamiz oilada ona bo'lib qolish jamiyat taraqqiyotiga professional hissamizni qo'shish bugungi muhtaram prezidentimiz murojaatnomada o'sha 6 ta vazifada muhim vazifa hisoblangan shaxs va uni jamiyatdagi o'rni dedilar shu bilan qatorda xotin qizlarga alohida o'rin berdilar demak va bu borada aql fikr tafakkur bilan agar hammamiz moddiyatni emas boylikni emas ma'naviy boylikni ma'naviy merosni oldin qo'yib shakllantiradigan bo'lsak gender tengligidagi birinchi ajrim holatlari kamayadi zo'ravonlik kamayadi haqoratlar kamayadi sekin oilalardagi ijtimoiy muvozanat o'z yo'liga tushadi deb rahmat bejizga mana oliy ta'limga qamrovni ayollarni qamrovi ko'paysin ko'proq ilm olsin bilim olsin deyilmayapti turmush o'rtog'ingiz ham professorlar sizni qo'llab quvvatlamaganlarda yoki aksincha siz ularni qo'llab quvvatlamaganingizda bugun jamiyatimizda siz kabi mutaxassislar bo'lmas edi o'zingizning oilangiz misolida aytib bersangiz qay darajada kechgan bu jarayon rahmat juda ham yaxshi mana hozir ko'rib turib ustozni hammani fikrlarini eshitib turibman shuning uchun aytadi o'qimishli bo'lganingga havasim keldi achindim ziyoli bo'lmaganingga deydi ziyoli odam qaysi lavozimda ham haligi moddiy jihatdan boyib ketganda ham o'zgarmaydi shuning uchun aytadi oltin zanglamaydi yaxshi odam aynimaydi shuning uchun ham oilada ta'lim tarbiya ma'naviyat yuksak bo'lsa bilasizmi bu narsalar ikkinchi darajaga tushib ketadi Feruza opa mana shuning uchun bir kishi aytyaptida fikringizni davom ettirasiz oliy ma'lumotli bo'lsa mayli ishlasa nimaga bo'lsa emas oliy ma'lumotli qilsam deb fikrlamayaptida u ayol birinchi navbatda inson u ona uni ham orzu umidi bor yashash ehtiyoji bor yashash ehtiyojiga hech kim qarshilik qila olmaydi shuning uchun juziy ma'noda gender tenglik degan tushunchani yopishtirib bahona qilib ba'zi ayollarimizga nisbatan mutanosib bo'lishlik bu bizni sharq erkaklariga to'g'ri kelmaydi bu o'sha ma'naviy qashshoqlikning elementi shuning uchun bugun erkaklarimizga aytmoqchimanki to'liq ma'noda biz sizlarni rollaringiz aslo Alloh bergan rolda davom ettiraveraylik. Juziy va mutanosib bo'lmagan voqeliklar bor. O'lib qolishi mumkin, avariyaga tushishi mumkin, yo'q bo'lishi mumkin. Demak, u qiz o'qimasa, hunar olmasa, demak, birovning qo'liga qarab qoladi. Yo'q, davlat siyosatidagi kambag'allik tushunchasi bor. Muhtaram prezidentimiz vazirlik tashkil qildilar. Bu yerda masalalar bir-biri bilan bog'langan. Bekordan bekorga magistraturani himoya qilib, o'sha qizlarimizni to'liq bitirishi hayot bu. Hayotda hech kim garantiya bera olmaydi. Shu nuqtai nazardan shu bolalarimga ko'ra aytmoqchimanki, har doim tarozini pallasini teng qo'yish kerak. Inson sifatida. Rahmat. Jamiyatda taraqqiyotida bitta narsa bor, yana bitta narsa. İstaysizmi, istamaysizmi, insonni intellektual kapitali, aqli, fikri bilan kelib bog'lanadi. 21-asr. Bu 14-chi, 15-chi, 16-chi, hattoki 20-chi ham asr emas. 20-asrda oilani erkak boshqarish imkoniyati bo'lardi. Talab takliflar boshqacha edi. Bugun ham ayol ham erkak ishlashi, konflikt jarayonlarini oldini olishi, kerakli ehtiyoj qismlariga ayolni ham moddiy ehtiyojini qo'shilishi, oilani baxtli bo'lishiga va jamiyat taraqqiyotining gender siyosatidagi amaliyotda real voqelikka aylanadigan tushunchada. Feruza opa fikringizni rahmat. Albatta, turmush o'rtog'im siyosiy fanlari doktori, professorlar o'sha G'azo masalasida bo'ladi. Falastinni gaplashib turamizmi yoki bo'lmasam boshqa bir davlatlarning jurnalistlari bizning davlat haqida gapiradi. Hammasini shu o'tirib bu mavzu sizlarga qiziq. Men huquqshunos sifatida, ular siyosatshunos sifatida va har bitta narsada bir-birimizga munosabat bildirganimizda ham o'ylaymizki, qo'llab-quvvatlash bor. Tarozining ikki pallasida. Bunaqa oilaga erkak kishi ham tezroq borishga lekin shunday oilalar borda Ilhom aka bir erkak kishi ayolini seni aqling yetmaydi,
senga emas bu mavzuni muhokama qilish deya kamsitadida va ayolida o'zini o'zi baholash jarayoni juda ham pastga tushib ketadi. Lekin bir narsani tan olib aytishimiz kerak, jamiyatga bugun ro'y berayotgan o'zgarishlar, gender tenglik siyosati, hattoki uyda eri ishlatmay turgan ayollar ham o'z biznesini rivojlantiryapti. Onlayn magazinlar tashkil qilyapti. Qandaydir bir hunar bilan shug'ullanyapti. Bu esa gender tenglik siyosatining aynan amaldagi ta'siri deya olaman. Katta rahmat, marhamat. Prezidentimizning qarori chiqqan 103-qarorlarida uyda o'tirgan ayollarni ham ish bilan ta'minlash vazifasi belgilab berilgan. Shuni anglashyapti ayollarimiz. 2025-yilda 335 ming nafar xotin-qizlarimizni nafaqat bandligi ta'minlanib qolishi uchun uni avvalambor o'qitib, uni qiziqtirgan yo'nalishga o'qitib, kasb hunariga o'qitib va uni albatta amaliyotga olib borib ustoz shogird tizimida uni demak biznes qilishiga ko'maklashildi. Bu katta bir muvaffaqiyat. Chunki hozir tomoshabinlar aytayotgan bo'lishi, faqat olimalar, rahbarlar chiqyapti. Biz ularga bo'la olmaymiz-ku. Bizda unaqa xohish ham, imkoniyat ham yo'q. Demak, o'rta qatlam, demak, maxsus bilimga ega bo'lgan, maxsus ixtisosga egallagan oilalarimiz ko'p. Chunki hozirgi kunda turmushga chiqayotgan qizimizni ham bironta kasb hunar berib egallatib bersak, u qiz keyin ishlaydi. Undan keyin uyda o'tirgan ayol o'zini hech kim hisoblamay qolgan paytlari ko'p bo'ldi. Hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, mana shu ayollar shunaqa bir og'ir kun kelib qolgan paytda, bir o'zi qolib ketgan paytda o'zini eplolmayapti, har xil hodisalar bo'lyapti. Demak, biz bugun har bir oilada turgan har bir ayolni baxtli qiladigan, yuqori cho'qqiga chiqaradigan va ayollarning salohiyatini oshiradigan dasturlarni amalga oshiryapmiz. Bu dasturlarning asl mohiyati ayollarimiz iqtisodiy doim barqaror daromadga ega bo'lish kerak. Mana shunday daromadli oilani bekasi rivojlanib, o'zi o'sib va oilada yaxshi bir natijaga erishadi. Marhamat. O'zim hozir kelin tanlash jarayonidamiz. O'g'illarimni uylantirishimiz kerak. Keliningizni uyda o'tkazasizmi, ishlatasizmi? Kelinimni xohishiga qarab ishlatamiz. O'g'lingiz ishlamaydi desak. Yo'q, o'g'limni fikrini aytmoqchiman. Aynan o'g'lim o'qimagan, bir dunyoqarashi tor qizni olish tarafdori emas. U har bitta o'sha qizlar bilan uchrashganda birinchi o'rinda uni ma'naviyatiga e'tibor beryapti. Qanchalik ko'p kitob o'qiydi. Nechta kitob o'qiysiz degan savol bilan murojaat qilyapti qizlarga. Va o'sha agar kitob o'qimayaptimi, demak u qizni sizning oilangizda katta bo'lgan yigit. Bar oiladagi ma'naviy muhit, ota-onaning munosabati farzandga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Va yoshlar o'rtasidagi nizolar ham aynan mana shu bo'yicha kelib chiqadi. O'g'limning fikri, agar dedi, men uylanadigan o'sha ayol turmush o'rtog'im agar ma'naviyati, dunyoqarashi keng bo'lmasa, ilmli bo'lmasa, ertaga u bizni avlodimizning davomchisi. U meni farzandlarimni tarbiya qiladi. Qanday qilib dunyoqarashi tor bo'lgan ayol meni farzandlarimga tarbiya berishi mumkin degan fikrni aytadi. Va u xohlaydi, men o'g'lim masalan, o'zim ham o'sha ilmiy ishni yoqlaganman, turmush o'rtog'ini ham kelajakda o'sha fan doktori, professor bo'lishini va farzandlarini mana shunga munosib bir elimizga, jamiyatimizga xizmat qiladigan bir avlod yetishtirishni orzu qiladi. Katta rahmat. Endi ustoz, mana xulosaviy fikrlarga o'tsak. Marhamat, keyin siz. Menimcha bugun davlat siyosatidagi eng muhim masala oila masalasi, oiladagi tinchlik, xotirjamlik va har qanday vaziyatda farzandlarimizni ertaga O'zbekiston taraqqiyotining 30 strategiyasida aynan xotin-qizlarning haq huquqi bilan bir qatorda jamiyat taraqqiyotiga qo'shgan gender siyosatidagini obyektiv holatda qabul qilishi va jamiyatga foydali bo'lishi deb o'ylayman. Marhamat. Hozirgi kunda ayollarimizda davlat boshqaruv sohasida rahbarlik lavozimida 35% ayollar faoliyat yurityapti. Tadbirkorlik sohasida 45%, siyosiy partiyada 49% ayollar faoliyat yurityapti. Mamlakatimizda administratsiya rahbari, senat raisi, bosh vazir o'rinbosari, vazirlar, agentliklar, qo'mitalar raislarida bizni ayollarimiz o'zini shijoati bilan, o'zini ilmi bilan, o'zini ma'rifati bilan, o'zini rahbarlik qobiliyati bilan qoyil maqom qilib shu ishlarni bajarib kelmoqda. Agar 2018-yilda vazirlik va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ayollarning ulushi 2.9% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 7.7% ni tashkil qilyapti. Bu degani ayollarimiz erkaklarimiz bilan har sohada teng faoliyat yurita oladi. Shuni aytish kerakki, avtobus haydaydigan ayollar ham hozir o'qilyapti. Marhamat. Bor.
o'zimizni tizimimizda olib qaraydigan bo'lsak, biz ham mana hozir usta ekspertimiz ta'kidlagandek, boshqaruvdagi rahbar ayollar foizini 2030-yilgacha 10% ga yetkazishni maqsad qilib reja qilib olganmiz. Bizniki endi og'ir sanoat hisoblanadi. Og'ir sanoatda boshqaruvda ayollar soni hozir ro'yxatdan chiqarildi. Ulushi kam. Buni mana shu foizni biz ayollar boshqaruvini, demak, ulushini oshirmoqchimiz. Marhamat. Farzand tarbiyalashda o'g'il qizga ajratib emas. O'g'il bola o'qishi kerak, qiz bola o'qimasligi kerak emas. Bir xil. Farzandmi ikkalasi ham o'qishi kerak, ilmli, hunarli bo'lishi kerak. Ertaga har qanday vaziyatda ham o'zini ta'minlay oladigan, jamiyatni taraqqiyotiga o'zini hissasini qo'sha oladigan kadr bo'lib yetishishi nuqtai nazaridan yondashish maqsadga muvofiq. Katta rahmat, marhamat. Tenglik bu albatta jamiyatimiz uchun suv va havodek zarur, juda zarur. Bu birdan bo'ladigan ish emas, bu uzoq davom etadigan proses. Bu butun boshqa davlatlarda ham shunaqa kuzatilgan. Albatta bu sekin-sekin xalqimizni bu masaladagi tushunchalar kengaya borishi bilan qanchalik xalqimiz kengroq tushunchaga ega bo'lsa, qanchalik ko'p targ'ib qilinsa, tezroq tezlashadi. Marhamat. Nafaqat oilada, balki jamiyatda ham erkak va ayol jinsini bir-biri bilan munosabatida o'sha shaffoflik, o'sha bir-biriga tushunish, tenglik bo'lishi kerak. Endi bu narsani amalga oshirish uchun jamoatchilikni befarqligi bo'lishi kerak emas, loqaydlik kerak emas. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida o'z xohishi, istagi bo'yicha ishlaydigan ayollar sonini oshirishimiz kerak. Qachonki bizda gender tengligi jamiyatda bo'ladi, agar biz ayollarimiz bugungi kunda barcha tarmoqlarda ishlay olishsa, mana shu yo'nalishga tegishli bilimlarga ega bo'lsa va albatta barcha kasb hunarni egallagan, chiroyli o'zini qiyofasini ko'rsatgan o'zbek ayoli o'zining oilasida ham gender tenglik qiyofasida o'z oilasini hurmat qilgan, oilasini barcha a'zosini to'g'ri tarbiyalagan va umr yo'ldashini, uni oila a'zolarini hurmat qilgan ayolni tasavvur qilishimiz kerak va mana shunday chiroyli oila, barkamol ayollarni, xotin-qizlarni tarbiyalash va jamiyatda erkaklarni ham mana shunday ayolni hurmat qilishga va oilalarda shunday baxtli bir muhitni va jamiyatimizni chiroyli ko'rinishini ko'rsak. Marhamat. Mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish ekan. Buni asosiy bo'g'ini oila. Oilada esa bugungi butun mavzuda ko'tarilgan masalalarni birgalikda hal qilsak, mana shu eng katta yutuq bo'ladi. Katta rahmat ko'rsatuv ijodkorlari nomidan ko'rsatuvda ishtirok etganlaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Mana shu mavzuga eng kuchli ekspertlarni taklif qildik. Maqsadimiz shu mana shu gender tenglik mavzusini mohiyatini kengroq ochish. Odamlarimiz noto'g'ri tushunmasin, to'g'ri qabul qilsin, buni bilimini olsin, oilalar mustahkamligiga xizmat qilsin degan bir ezgu niyatlar bilan bu ko'rsatuv tashkil qilindi. Bugungi muhokamalardan biz shuni angladikki, gender tenglik bu kimningdir imkoniyatini cheklash emas, balki barchaga birdek imkoniyat berish degandir. Ayolga jamiyatda imkoniyat berildimi, uning ovozi tinglandimi, ushbu jamiyatda taraqqiyot bo'ladi, o'sish bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, munosabat ko'rsatuvini keyingi sonda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.